1 soatga 1 tonna beradigan avtomat galovka suv filtrimizni Sirdaryo viloyatiga o'rnatib berdik. Mana bular faqat paxta yetishtirish, terish, ishlab chiqarish bilan shug'ullanadigan juda katta ishlab chiqarish. Mana shunga suv filtrlarini o'rnatib ishga tushirib berdik. Boylerlar uchun ham o'zlarini iste'mollari uchun, ham boylerni umri uzoq bo'lishi uchun 1 tonnalik suv filtrimiz avtomat galovka bo'ladi. Bunda kapur sohib bu hindlarniki, bu ishlab chiqarish. Mana mineralizatsiya. Orqadan ko'rinishi bo'ladi. Eng oxirgi full variantdagi suv filtri bo'ladi bu. Mana hamma joy ramada bo'ladi. Mana prozrachniy kolba.